50 boshlik qilish qanchalik darajada qiyin? 50 boshlik qilish men juda qiyin deb o'ylayman. Agar siz insonlar bilan muloqotni tushunmasangiz va insonlarning tilini tushuna olmasangiz, 50 boshi bo'lmasligini men tavsiya qilaman. Ikkinchidan, ilmingiz bo'lishi kerak bu narsaga. Chunki umra amallari, haj amallari juda nozik amallar. Ham qayerda? Makka, Madinada bo'ladigan amallar. Siz ilmingiz bo'lmasa, hojilarga noto'g'ri narsani targ'ib qilib qo'ysangiz, ular noto'g'ri amal bajarib qo'yishlariga siz sababchi bo'lib qolasiz. 50 boshli bo'lish qiyin juda. 50 ta odamga 50 xil siz muomala qilishingiz kerak. Va siz ularni 50 xil tushunishingiz kerak. Va unga yarasha uni albatta bitta qiyinchilik bo'lgandan keyin bitta osonchiligi ham bor. Ya'ni siz Allohning baytiga borgan mehmonlarga xizmat ko'rsatasiz. Buni albatta savobi, ajri juda katta bo'ladi. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta tekin umra ziyoratini beramiz.